Assalomu alaykum. Mana go'zal va jozibali kuzatuvchilarim. Bizani doimiy kuzatadigan xaridorlarimiz. Opajonlar, ushbu kofta yubkani kutib o'tirgan opa-singillarimiz uchun mana yana повтор sizlar uchun tiktirdik. Ayni turetskiy yaxshi kuprali shtapildan oldilarini toshlarga to'ldirib, yubkalari shunaqa qo'shati bo'lib asal bo'lib turadigan kofta yubkalarimizni 60-razmergacha tiktirdik opalar. 60-razmergacha shunaqa asal kofta yubkalarimiz. Kelinglar yaqinroqdan ko'rsatamiz. Opalar, ushbu kofta yubkamizni mana shunaqa juda ham chiroyli rasvetkalar bilan tikkanmiz. Koftalari uzungina bo'lib turadi. Men ichimga kirgizdim, chunki bemalol bularni shimla bilan ham kesanglar bo'ladi. Yubkalarini ko'rib olsalar, shunaqa keng materiallar ayamasdan yaxshi belmandodan tikilgan. Mana rasvetkalarini ko'raverasizlar. Narxi opalar, narxi 200 ming skitkada. Razmer 46 dan 60 gacha